Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun men sizlarga Uchtepa hokimiyati oldida joylashgan Korzinkani ichidagi joy parki obzorini qilib beraman. Juda ham kattagina park ekan, ichida hamma o'yingohlari bor. Ya'ni детский площадка. Keyin videoni oxirida albatta narxlar bilan tanishtirib o'taman. Hozir aksiyada atigi 30 mingga shu joyda bolalarni o'ynatishingiz mumkin. Bunga ortiqcha ozvuchka qilganim yo'q, chunki sababi bu emotsiyalar, bu narsa o'zini asmir ovozi bilan yana ham qiziq bo'ladi deb o'yladim. Muhammad. Aşı zoru. Çıksan mamın. Bu yana bitti plaşak. Çıkıyla. Камера безопасный экран, ты стоял, наша фамилия. Ой, больно, больно. Yana chiqan chiqma, maxsus tikka ekanlik a. Tush sana, Muhammad, tush. Onu nakalasın arka. Bu joyda endi ozvuchka qilmasam bo'lmaydi. Menga yoqqan tomoni mana shunaqa katta televizorda, hozir bu yerda videoda unaqa tushmagan kattaligi, lekin juda ham katta televizorda kamerada shunaqa ko'rsatib qo'yishgan. Ya'ni bolalarni qaysi teshuvda yurganini hammasini bemalol ko'rib kuzatib tursangiz bo'ladi. Bir xil misol uchun adasi oyisi bilan borsa, ko'pincha erkaklar xohlashmaydi kirib o'tirishni. Ana shunaqa paytda bemalol yoki o'zingiz er-xotin shu yerda o'tirib tashqarisida ham o'tiradigan joylari bor. Bolalarni shu qaysi teshikka kirib chiqayotganini kameradan ko'rib o'tirsangiz ham bo'lar ekan. Menga mana shu joy juda ham yoqdi. Qaniydi kattalarni ham shunaqa развлекательный joylari bo'lsa-da, mazza qilib shunaqa tepalarga chiqib, sakrab, mazza qilib kunimizni o'tkazsak, lekin balki bordir, men bilmasman. Men anchadan beri shunaqa joy qidiraman, lekin topolmadim. Agar mabodo sizlar kattalarga mana shunaqa sakraydigan, qanaqadir tepadan mana shunaqa tushadigan, o'zini tashlaydigan nimadir yopiq joylarni bilsanglar, mabodo adresini yozib yuborsanglar, juda ham savob qilgan bo'lardinglar. Qaranglar, bolachalarni mazza qilib sakrashyapti. Hamma bolachalarni ko'rib shunday xursand bo'ldim. Voy shu desanglar bir payt Qorbobo bilan Qorqiz kirib qoldi. Biz endi kanikulda bordik. 3-yanvar kuni borganimizda bolalarga shu qilib pakbotda endi podarkalar berishdi. Endi bu o'sha plashatkani egalari nomidan. Lekin qaranglar, Qorbobo po'shnali oyoq kiyim kiyyapti. Kim Qorboboni bo'yi baland desam, ayollarnikidan ham baland poshnada oyoq kiyim kiyib olgan ekan. Vafshi
приkolniy lekin даже undan qo'rqizni oyoq kiyimi har holda poshnasi kichkinaroqda. Bilmayman, balki nimami og'ir bo'lganga yerga tegib yuradimi kiyimlari, lekin ishoninglar plashatkanicha shunaqangi issiq. Bu kiyimlarda bular isib ketmaganga qo'yilman. Lekin shu joyda bitta narsani aytib o'taman. Mani farzandlarim ana qorboboni nimadir deb o'ylashmaydi. Podarka beradigan yoki nima qiladigan oddiy odam, просто kiyim kiyib olgan. Narxlarni tanishtirib o'tsangiz. Kirish 30 mingdan buyuk. Aha, 30 mingdan. Qachongacha bu? Yangi yilga 10-yanvargacha. 10-yanvargacha 30 mingdan. Yarim soat 20 ming, 1 soat 30 ming, 150 ming. Yarim soat 20 ming, 1 soat 30 ming. Kun bo'yicha 150 ming, hozir 50 ming. Ha, 50 ming bor. Vashi zo'r ekan u narxi. Lekin juda ham katta. Narxiga vashi zo'r. 30 ming vashi uchta bolaga, atiga 90 ming bol. Magic City'larga, boshqa parklarga borsa ham kattaligi mana shunday, lekin narxi kamida 120 ming bitta bolaga to'lanadi. Kattaligini ham mana bemalol ko'rsa bo'ladi. Ichkarida ham yana joylari bor. Xullas bolalar umuman zerikib qolishmadi. Tashqarisida hattoki mana shunaqa narsalar ham bor ekan. Kanikulda hech ham zerikishmas ekan. Kunora olib kelsanglar ham pashta har kuni cho'ntagiga ko'taradigan narxda ekan. Albatta hammalarni taklif qilib qolaman, kelinglar va maza qilib bolalaringlarni o'ynatib ketinglar.